Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugungi xabarlar. Klip syomkasida baxtini topgan Asal Shodiyeva 33 yoshda. Taniqli aktrisa Asal Shodiyeva 6 aprel kuni 33 yoshni qarshi oldi. Bugungi kunda muvaffaqiyatli loyihalardagi turli obrazlar bilan tomoshabinlar mehriga sazovor bo'lgan Asal san'atdagi faoliyatini qo'shiqchilikdan boshlaganini ko'pchilik bilmasa kerak. Asal Shodiyeva 1992 yilning 6 aprel sanasida Toshkent shahrida tavallud topgan. U san'atga kirib kelgan ilk yillarda O'zbekistonim nomli taronani ijro etgan. Aktrisaga Uspensky nomidagi musiqa ixtisoslashtirilgan maktabda tahsil olgan. U otasi haqida deyarli gapirmagan, ko'proq onasi, bobosi, buvisi va singlisi haqida gapiradi. Asal Shodiyevaning san'atga kirib kelishida bobosi Mirzakalon Shodiyevning hissasi katta. U avvalgi xonanda bo'lishni niyat qilgandi, ammo kutilmaganda rejalari o'zgardi. Ilk gonorarishi Ravil Botirovning Jannat qaydadir filmidagi rolim uchun olganman. Davlat buyurtmasi asosida olingan filmdagi rolim uchun 400 ming so'm gonorar berishgan. Filmda kichik rol ijro etishdan tashqari Suyandekni ham duet tarzida ijro etgandim. 2008-yilda yosh qiz uchun bu kam gonorar emasdi, deydi aktrisa Asal Shodiyeva. Keyinchalik Asal Shodiyeva aktrisalik sohasidan o'zini sinab ko'rdi va aynan shu yo'nalishda mashhurlikka erishdi.